Eshitdinglarmi, Nefrit ko'lida ilk bor noodatiy lager ochilibdi. Men unda yashab ko'rish uchun 2 kunga borib keldim va taassurotlarim olam-olam. Uning noodatiyligi nimada bilasizmi? Siz chodirlarda tunab qolasiz. Tabiat qo'ynida barcha sharoitlari bor bo'lgan chodirda yotib qolish qanday yaxshi. Har bitta chodirga 2 tagacha odam sig'adi. Men bir o'zim yotdim va tuni bilan yog'gan yomg'ir ovozini eshitib uxladim. Bu shunchaki kayf bor-u. Lagerda bundan tashqari o'zini oshxonasi bor. 3 mahal ovqatlantirishdi. Badminton, shaxmat, mafiya, voleybol deysmi, hammasiga sharoitlar qilingan. Xullas zerikmadik. Kechga kino ham qo'yib berishdi. Tabiat qo'ynida Karl. Hindcha kino, goho shodlik, goho g'am. Kino syujetidan yig'lavordi osmon ham. Bekorga o'tkazvormaslik uchun bu onni yomg'ir ostida kuylavordik ummonni. Bulutlardagi suv 2-3 kun ham tugamadi, ammo shunga qaramay Nefrit ko'liga chiqdik va yomg'irda bu ko'l uzukka ko'z qo'ygandik. Yo'q, asal ko'rgan ayiqdek. Yo'q, xullas ta'riflab bo'lmas darajada chiroyli bo'lar ekan. Paytdan foydalanib shunaqa rasmga tushib oldim. Nefritga bir kunga emas, bir necha kunga borish kerak ekan. Shu uchun agar siz uydagilaringiz yoki do'stlaringiz yoki ishxonadagilar bilan shu lagerga kelishni xohlasanglar, bemalol Camping Nefritga murojaat qilaveringlar. Hamma ma'lumotlar shu sahifada. Obuna bo'lib qo'ying va bu videoni shunaqa joyga birga bormoqchi bo'lgan insonlaringizga jo'nating.